Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun biz podkastimizni Pusan shahrida joylashgan Shilla universitetida olib boryapmiz va bugungi bizni qahramonimiz 17 yoshida Koreyaga kelib tahsil olishni boshlagan Ruxshonaxon bo'ladi. Ruxshonaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat sizlarga. Xo'sh. Ruxshonaxon 17 yoshida Koreyaga kelgan deyishdi sizda. Gap rostmi? Shunaqa 17 yoshimda Koreyaga kelganman. 23 kishidan 3 kishiga viza chiqqan. Ular orasidan men ham bor edim. Nima uchun aynan Koreyaga o'qishni xohlagansiz? Nima uchun Koreyani tanlagansiz? To'g'risini aytsam, Koreyada juda ham ko'p imkoniyatlar, o'qishga sharoit va qizlar uchun aynan xavfsiz va ularda shaxsiy yuksalishiga ham ko'proq bir yordam bera oladigan davlat bo'lgani uchun Koreyaga kelganman. 17 yoshingizda Koreyaga ketishingizga ota-onangiz qarshilik qilishmaganmi? To'g'ri, hamma ota-ona xavotir oladi. Men ularda katta farzand bo'lganimga, ular menga doim ko'proq ishonch bildirishib, har doim qo'llab-quvvatlashgan. Shuning uchun biz oilada qizlar o'qishiga ko'proq qo'llab-quvvatlashadi bu narsa. Qarshilik bildirishmagan. Yaxshi. Siz Koreyaga kelish jarayonlaringiz, qanday etaplardan o'tganingiz haqida bir qisqacha aytib ketasizmi? Koreyaga IELTS sertifikati bilan kelganman. Koreys tilini birinchi kelishimda bilmaganman. Hozir o'rganyapman. IELTS bilan kelib jarayonlarim? Qanday jarayon? IELTS bilan kelgansiz. Qayerga borib hujjat topshirgansiz? Kim sizga aynan bu universitet tavsiya qilgan? Men O'zbekistonda IELTS olganimdan so'ng IELTS instruktorlik, ya'ni tutorlik qilishni boshlagandim. Ingliz tili o'qitayotgan joyimda bizda konsalting bo'lgan va u konsaltingdan menga hujjat tayyorlashda yordam berishgan va shunaqa qilib Koreyaga keldim. Nimaga aynan Shilla universitetini tanlagansiz? Chunki bu universitetni manzarasi juda ham go'zal. Undan tashqari professorlar haqida izlanib ko'rib va meni sohamga ko'proq mosligiga qarab shu universitetni tanladim va bu yer meni yaqinlarim, o'rtoqlarimga juda ham yaqin bo'lgani uchun shu universitetga keldim. Demak, hozir yo'nalishingiz madaniyat va xalqaro savdo. Siz o'zingiz qiziqqaningiz uchun bu sohani tanlaganmisiz yo faqat shu fakultetda ingliz tili yo'nalishi bo'lgan, ingliz tilida o'qitilish uchun tanlagansizmi? Xuddi shunday. O'zim qiziqqan soham til va tarjimonlik bo'lib, bu universitetimizda kesib borasizlar. Koreyaga kelish etaplaringiz nima turtki bo'lgan? Qanday qilib Koreyaga kelib qolgansiz? O'shalar haqida qisqacha aytib bersangiz. Men O'zbekistonda aslida kichkinaligimdan ingliz tili, rus tili kurslariga borib, Amerika orzusida yashaganman va ko'plab 10-sinfimdan boshlab ko'plab Amerika universitetlariga topshirib grantlar yutib olganman. Ba'zilari qisman grantlar, ba'zilari to'lig'i ham bo'lgan. Lekin bizni O'zbekistonda Amerika elchixonasini juda ham o'chirt ko'p bo'lganligi sababli ingliz tili o'qitayotgan joyimda konsalting bo'lgan va u yerda Koreyaga topshirayotgan studentlarga qiziqqanim uchun shular bilan birga men ham topshirib ko'rganman. Lekin shunda 23 kishidan 3 kishiga 3 ta studentimizga chiqqan. Shunaqa qilib Koreya haqida hech qanaqa grantlar haqida ma'lumotim bo'lmagan holda Koreyaga keldim. O'sha kelayotgan vaqtingiz IELTS darajangiz necha bo'lgan sizda? IELTSga bir marta topshirganman. Endi yangilamoqchiman. O'sha paytda 10-sinfda topshirganimda 6,5 chiqqan. 10-sinfda 6,5 yaxshi natija olgan ekansiz. Xo'p, Koreyaga keldingiz mana. Endi Koreyada yashash qanday bo'lyapti? O'zbekistonda qanday farqli tomonlari bor? Koreyada yashash hamma narsada yaxshi tomonlari ham ko'p, Xudoga shukr. Lekin yomon tomonlari ham yo'q emas. Birinchi o'rinda ota-ona sog'inchi, vatan sog'inchi. Lekin bu yerga kelib
hamma menimcha ko'proq mustaqil bo'lishda o'rganadi. Hamma narsada o'z kuchiga tayanishda o'rganib, Koreyadagi hayotda ko'proq shaxsiyati o'zgaradi deb o'ylayman. Universitetda darslar qiyin emasmi? Universitet darslarimiz juda ham qiziqarli. Asosan chet ellik professorlar bilan ishlaymiz. Chunki bizni potokimiz ingliz tili, koreys tili potok va bizga amerikalik, meksikalik va boshqa koreys professorlari ham dars o'tishadi. Boshida koreys tili o'rganishimizda birinchi semestr biroz qiyinchiliklar bo'ldi. Chunki bu yerga moslashish, shunaqa etaplardan o'tganimizdan so'ng hozir hammasi yaxshi. Professorlarni chet ellik studentlarga muomalasi qanaqa? Ko'pchilik aytadi, millatchilik bor, qandaydir koreys o'qituvchilarda yoki O'zbekistondan kelganlar yomon ko'radi. Sizda unaqa bo'lmagan? Bilmasam, bizda o'qituvchilarimiz, professorlarimiz tomonidan unaqa muomalani sezmadim. Nabarot, shaxsan menga ular ko'proq motivatsiya beradigandek, chet ellik studentlarni ko'proq qo'llab-quvvatlaydigandek tuyuldi. Chunki o'zlari ham aytishadi, ota-onalarni sog'inmayapsizlarmi deb turib bizga nabarot ko'proq yordam bergilari keladi. Universitetda nimadir muammolarga uchrasanglar, bizga murojaat qilinglar deyishadi. Yaxshi. Endi Koreya mentalitetiga moslashish jarayoni qanday ketgan sizda? Nimalarni ko'rib shokka tushgansiz, nimalarni ko'rib o'zingizdek ekan degan fikr bo'lgan? Birinchi Koreyaga kelganimda mentalitetda birinchi sezgan narsam insonlar doim qayoqqadir shoshayotgan bo'lishi, bu yerda juda ham vaqt tez o'tar ekan. Odamlar doim shoshishi, O'zbekistonda qanaqadir millatimiz yuzidan ham inoq emas, issiq, qanaqadir taf chiqarib turishi bilinadi, lekin koreys xalqini biroz sovuqqonroq deb bildimmi bilmayman. Va meni hayron qoldirgan narsa mentalitetdan ko'proq bu yerdagi transportlar, ovqatlar, birinchi o'rinda kofe. Bizda kofe, issiq kofe va odamlar isinish uchun ichsa, bu yerda sovuq kofe. Qishda kelib kofe ichaylik desa, muzdoq kofeni ko'rib, shu narsa meni ko'proq hayron qolgizgan. Koreyaga kelib o'zingizda qanday o'zgarishlarni sezgansiz? Avvalambor Koreyada shu yerda 18 yoshga to'ldim. Ya'ni voyaga yetgan hisoblanadi bizda shu yoshdan. O'ylaymanki, qandaydir o'zgarish, o'sishlar bo'ldi. Mustaqilroq bo'lishga intilmadim, mustaqilroq bo'ldim. Lekin shu bilan birga ko'proq ota-onamdan maslahat so'raydiganim bo'lib qoldim. Bu yerga kelib koreys tilim yaxshilandi va odamlar bilan muloqotni yaxshiladim. Ko'proq shunga inqilib qoldim. Sanasizmi? Yo'q, afsuslanmayman. Koreyaga kelganimga afsuslanmayman. Chunki meni hayotim ko'proq plan qilib yurishga intilaman, lekin doimo hayotimda hamma narsa to'satdan bo'ladi. Misol aytganimdek, Amerikaga borishni orzu qilib, Koreyaga kelib qoldim. Koreyada ham hech qanaqa grantlar haqida oldin izlanmaganim sababli bilmasdim, lekin Voodoo grantiga bir kun avval, bekilishiga bir kun avval topshirdim. Shunda yutdim va Voodoo grantiga ega bo'ldim. Bu yerda ham ko'p imkoniyatlarni topdim. Shuning uchun Koreyaga kelganimdan afsuslanmayman. Yaxshi. Yana hammani qiziqtiradigan savollardan biri Koreyada xarajat masalasi qanday bo'ladi sizda? Bir kunlik xarajatingiz qanday? Bir oylik xarajatingiz qanday? Bir kunlik xarajatlarimni unchalik ko'p hisoblamas ekanman. Lekin asosiy xarajatlarimda universitetimiz uyimga juda ham yaqin va o'zimiz universitetimiz avtobusi bor. Shuning uchun o'zim asosan uyda ovqat qilaman va uyim shu ro'zg'orga produktlar qilishga ko'proq xarajat qilaman. Demak, transport xarajatlari yo'q. Ha. Ko'chada ovqat olib
Bu yerda Yeysiz, o'zingiz yeyish tayyorlaysiz. muammo menimcha. Chunki ko'proq halolini topish bizga o'zbek talabalarimizga qiyinchilik tug'diradi. Endi kelajakda maqsadlaringiz qanday, rejalaringiz? Aytganimdek, reja qilishga harakat qilaman, lekin doimo hayotni menga atab qo'ygan qanaqadir syurprizlar bo'ladi. Variantlar ko'p. Koreyada qolib, magistraturani o'qib, professor bo'lish niyatim bor. Lekin vatan sog'inchi tufayli O'zbekistonga qaytib, u yerda shu koreys tili, ingliz tili, rus tili va boshqa tillar bilan o'z biznesimni ochish niyatim ham yo'q emas. Yoki magistraturani boshqa bir davlatga ko'chirib, o'sha yerda o'qishni plan qilib turibman. Yaxshi, keyin yana bizni kuzatuvchilar ko'pincha beradigan savolda, Koreyaga kelib qiz bola ishlay oladimi degan savol. Sizni o'zingizda qanday bo'lgan o'sha tajriba? Koreyaga kelib nafaqat qizlar, menimcha hamma talabalar ish qidirishda biroz muammolarga duch keladi. Lekin agar tilni yaxshi bilib, koreys tilini yaxshi bilib, undan tashqari ingliz tilini biladigan bo'lsa, hech qanaqa muammolarga uchramaydi deb o'ylayman. Chunki studentlarimiz bu yerda koreyslarni ingliz tilidagi talaffuzi biroz bir muammoli bo'lgani sababli o'zbeklarimizni til o'rganishga qobiliyati ham borligi sababli bu yerda o'qituvchilik qilish mumkin, yo bo'lmasam hagvon yo bog'chalarda tarbiyachilik qilish mumkin deb o'ylayman. O'zingiz nima ish qilasiz? Shunisini aytmay qo'yaveraylik. Chunki hozir ishlamayapman. Demak, hozir ishlamayapti, faqat o'qish bilan Hozirda, to'g'ri, hozirda o'zimni voodoo grantim borligi sababli va ishlashga ehtiyojim bo'lmaganligi sababli ko'proq vaqtimni IELTS sertifikatimni yangilash, topikdan yuqoriroq daraja olish va hozirda o'zimni singlim ukamlarga ingliz tilini o'qityapman. Demak, onlayn ham dars berasiz. Faqat o'zimni singillarimga o'qityapman, dars bermayman. Bu narsani kengaytirish niyatingiz bormi yoki? Aytganimdek, agar O'zbekistonga qaytsam, o'quv markaz yoki tillarga ixtisoslashtirilgan bog'cha ochmoqchiman. Kelajakda bog'chaga jo'natamiz bolalarimizni. Keyin o'zbekistonliklarga qanday tavsiyalar bera olasiz? O'zbekistonliklarga Tajribangizdan kelib chiqib. nima masalasida? O'qish masalasida, Koreyaga o'qishga kelish masalasida yoki umuman chetga chiqib o'qimoqchi bo'lganlarga. O'zbekistondagilarga, Koreyaga kelib o'qish maqsadidagi talabalarimizga albatta birinchi o'rinda ruhiy tayyorlanib, fokusni, ya'ni e'tiborni ko'proq o'qishga qaratishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Chunki bu yerda o'qish davomida universitetga kirdim, bo'ldi deb turib boshqa yoqqa chalg'ib yoki pul topishga qiziqib ketishadigan bo'lsa, keyinchalik bitirgandan so'ng ham qiynalishlari mumkin. Lekin kelib biroz o'rganib, o'qib, yaxshi bitirishsa, menimcha kelajakda hozir ular topmoqchi bo'lgan yo bo'lmasam ishlamoqchi bo'lgan puldan ko'ra ko'proq foyda olishlari mumkin. Endi men faqat o'zbekistonliklarga degan maslahat bering yoki xarajatlaringiz qancha deganim, asosan o'zbekistonliklar Koreyada o'qiyotgan talabalarni qanday yashashi, necha pul topishi, o'sha narsasiga qiziqadi. Yana bitta qiziqadigan savol, necha pul xarajat qilib Koreyagacha yetib kelgansiz? Aytganimdek, Koreyaga yetib kelguncha hujjatlar topshirishda ham ko'p mablag' ketgan, lekin bunda meni ota-onam qoplaganligi uchun birinchi universitetga kelishimda 30% yoki 40% grant olganim sababli birinchi kontraktimni ular to'lab berishgan. Konsaltingni bo'lsa, o'zimizni ishxonamizdan bo'lganligi uchun ko'p xarajatlar bo'lmagan. Bu Shilla universitetida o'zbekistonliklar ham ko'p. Universitetimizda har xil millatlar bor. O'zbekistonliklar ham hozirda shu kunlarda ko'payyapti. Chunki universitetimiz ko'proq o'zbekistonlik talabalarni jalb qilishga e'tibor qaratyapti. Yaxshi. Endi mavzudan tashqari savol.
Kelganingizdan keyin Koreyada qanaqa qiziq voqealar bo'lgan? Kulgili, dars jarayonida yoki tashqarida. Qiziq voqealar men bilan ko'p uchrab turadi. Bu yerga kelib ham ko'p bo'ldi. Lekin kelmasimdan avval boshlangandi. Chunki aeroportga kelayotib, 17 yoshman hali, доверенность olmasdan ketgan ekanman. Aeroportdan o'tkazmaymiz, qaytarib yuboramiz deyishdi. Lekin o'sha paytda bilmadim nimadir bo'ldi. Lekin доверенностьsiz pechat urib berishdi va men Koreyaga keldim. 17 yoshimda. Qaytarib qo'ymaylik deganda maqsadlarida. Kelganingizdan keyin qanday voqealar bo'ldi? Kelganimdan keyin Deyarli qiziqmas Koreya demadingizda. aytadigan qiziq voqealar unaqa bo'lmadi. Uyam borsa muammolarga yetib borishi mumkin. Shuncha. Demak, kelajak rejalaringiz haqida so'radim. Koreyada qolish niyatingiz bormi yoki qaytasizmi? Nima bo'lishini bilib bo'lmaydi, lekin Xudo xohlasa shu yerda qolib magistraturani o'qib professor bo'lish niyatim bor. Koreyadagi o'qishdan olgan tajribangizni kelajakda qanday maqsadlarga ishlatmoqchisiz? O'zingiz biznesingiz ochmoqchimisiz yoki ta'lim sohasida? Koreyada biz o'zimizni Dars. yo'q, xona yo'q, gruppa. Tarjima qilish kelmay qolyapti. Biz o'zimizni gruppamizda ham har xil millatlardan studentlar bo'lganligi sababli networking juda ham bu yerda yaxshi deb o'ylayman va har qanday odam kelajakda biznes qilmoqchi bo'lsa, shu universitetdagi tanishlar, ular ham chunki juda ham katta rejalari bor, qobiliyatli insonlarni uchratdim. Universitetdagi tanishlar networking foyda beradi. Til masalasi bu yerda juda ham ko'p. Har xil millatlik odamlar har xil ideyalarni, fikrlarni almashayotganimizga menimcha yaxshi foyda bersa kerak. Yaxshi, omadingiz bersin kelajakdagi ishlaringizga. Endi bizni kuzatuvchilarimizga, Koreya hayotiga qiziqadiganlarga o'zingiz ichingizda tugib qo'ygan qanday gaplaringiz bor? Koreys tilini o'rganib kelinglar. Koreys tilini o'rganib. Chunki bu yerda imkoniyatlar ko'p. Koreys tilini o'rganib, faqat koreys tilini o'rganib, qo'shimcha tillar bilan kelinglar. Va uni aytamiz. Gap davom qiladi. Yaxshi, Ruxshonaxon, katta rahmat vaqtni ajratganingiz uchun siz bilan juda ham samimiy suhbat o'tkazdik. Agar kuzatuvchilarimizda qandaydir savol bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsa, o'zingiz bevosita javob berasiz tajribangizdan kelib chiqqanda. Harakat qilaman. Yoki yana savollar bo'lsa, biz Ruxshonaxonni yana qaytadan vaqtini o'g'irlab, yana bitta podkast qilishimiz mumkin. Savollar ko'payib ketsa, agar vaqtingiz bo'lsa, albatta. Xudo xohlasa. Katta rahmat. Bizni YouTube'da, Instagram'da kuzatuvchilar keyingi suhbatdoshimiz qaysi soha vakili bo'lishini xohlaysiz, buni ham kommentariyada yozib ketsalaringiz, biz o'sha soha mutaxassisini topib gaplashishga harakat qilamiz. Bugungi suhbat uchun sizga katta rahmat. Rahmat. O'qishlaringiz omadli tilayman. Rahmat kattakon.